Yozda hammaga xolodilnik kerak bo'ladi, konditsioner kerak bo'ladi. Qishda esa hammaga pecha kerak bo'ladi. Qachongacha 7 100 ga 7 pecha qo'yasiz. Sog'lig'ingiz ketadi, remontingiz dabdalasini chiqaradi. Undan ko'ra mana bunday katyuldan bitta oling, hammasini unutasiz. Qaranglar, Mir Deplo brend ostida katyullar ishlab chiqaryapti ekan. Eng asosiysi garantiyasi 3 yil ekan. 1 yil garantiya berilar ekan, qolgan 2 yil servisiga garantiya berilar ekan. Mana bokaga ko'mirni hokkasini shuni tashlaydigan bo'lsangiz, X o'tga o'zini o'zi yoqib beraveradi. Svit o'tsa ham UPS qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol yana ishlashda davom etaveradi. Listlari keladigan bo'lsak, ishlari uchlik bo'ladi, tashlari to'rtlik listdan bo'ladi. Xohlasalar garalgasini listdan qilib beradi, xohlasangiz chugundan qilib beradi. Garantiyalarni aytdik, umuman ko'mir tanlamasdan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'onani Dang'arasida, eng asosiysi dastavkalari mutlaqo O'zbekiston bo'yicha tekin ekan. Bizning kanalni nom etganlarga yana ham skidka bor ekan. Narxlarini so'raganlar uchun 150 kvadratli $900 dan boshlanadi, undan yuqorilashib ketaverar ekan. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin.